Pap test. Bu qanday tekshiruv? Kimlarga kerak? Keling, shu haqida gaplashamiz. Pap test bu bachadon bo'yni oldi rakini aniqlaydigan test hisoblanadi. Bu usul og'riqsiz hisoblanadi. Bachadon bo'ynidan shotka yordamida kerakli to'qima olinib, stikloga surtma olinadi. Bachadon oldi kasalliklarini yana bir turini oldini olish uchun VPC virus papilloma человека 16-18 tip. Albatta, bunday tekshiruvlarni 3 yilda bir marta topshirish kerak. Siz jinsiy aloqaga kirishdingizmi, yashayotgan bo'lsangiz, o'sha kundan 30 yoshgacha har 3 yilda bir marta pap test VPC topshirishingiz shart. 30 yoshdan 65 yoshgacha esa 3 yilda yoki 5 yilda bir marta topshiriladi. Erta aniqlangan kasallikni har doim oldini olish mumkin va qilayotgan lecheniamizni samarasini ko'ramiz. Shuning uchun aziz ayollar, pap test, albatta VPC skrininglarni o'z vaqtida topshiringlar. Har qanday kasallikni oldini olinglar. Siz qancha vaqtda ginekolog ko'rigiga borasizlar? Izohda yozib qoldiringlar.